Assalomu alaykum hammaga hurmatli obunachilar, tadbirkor dehqon akalarimizga xabaringlar bor. Xudo xolisa kechagi furamizdan zakaz asosida gaplashib o'zini egasiga topshirib yubordik. Xudo xolisa ikkinchi furani kechga o'tib qaramasdan tushirish jarayonlari ketyapti akalar. Parametrlarni bir qator eslatib o'taman. Turkiyadan olib kelinayotgan agroloknolarimizni 160, 240, 320, 340 razmerlarda uzunligi 200 metrdan bo'ladi. Nimaga aynan Turkiyani tanlaganimizdan sababi mato bo'yicha va ishlab chiqarish bo'yicha Turkiya juda ham yuqori o'rinlarni egallagan dunyo reytingida. Aynan bizni olayotgan zavodni o'zi ham Yevropa davlatlariga eksport qiladi. Akalar, sizlarga hamisha yaxshi narsani taklif qilib qo'yamiz. Sababi har doim dehqon va tadbirkor akalarimiz bizdan mahsulot olishayotganda xursand bo'lib olishadi. Shu sababli первичка mahsulot akalar, buni вторичка bilan adashtirib qo'ymanglar. Juda ham ko'p вторичка mahsulotlar ko'payib ketgan. Первичка xarid qilishinglarni so'rab qolaman. Sababi bularda antibakteriallarga ega akalar. Zamburug' bo'lmaydi, o'zi kontaktasiz yig'maydi akalar. Terimizda terilayotgan suvlarni o'zida ushlab qolish xususiyatiga ega akalar. Bemalol kimga qanaqa razmer va kimga qanaqa uzunlikda kerak bo'lsa, hammasini chiroyli qilib dastavkalarni ketakka olib chiqib joylab beramiz akalar. Sizlar bilan Faza Group sizlarga foydali. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana bitta kerakli ma'lumot bilan sizlarni ulashib ketaman akalar. Agrolokno xarid qilayotganda UV foiz, necha foizda qo'shilganligini so'rab qolishinglarni iltimos qilaman. Sababi bu o'zi tannarxiga va xizmat qilish darajasiga ancha katta ta'sir qiladi. Bu bitta kerakli ma'lumot. Yana videolarimizda dehqonlarimiz ko'p so'rashyapti. Ertalab kombinat bo'lganda va shu ringdan suv tushganda plyonkasiz dalada ishlatilayotgan teplitsada suvni qanchalik ushlab beradi agrolokno. Hozir aslida 30 grammli eng yupqa agroloknomizda bitta kichkina eksperiment ko'rsatib o'taman akalar. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana shu 30 grammli agroloknomiz 1 stakan suv akalar. Xo'p, bismillah deb sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Buni o'zida ushlab qolish darajasini akalar. Bunga shunaqa sifatli agrolokno kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasiz akalar. 30 grammlikni ko'rdinglar, suvni o'zida qanaqa ushlab berishini. Endi bizda yana 42-60 grammli agrolokno yana bemalol o'zida muomalasiz. Sizlar bilan Faza Group, bizga foydali.